Assalomu alaykum. Mana 150 kvadratli xonadonni qilib tamom qildik bugun. Aynalasi uy. Hozir radiatorlarni ko'rsatamiz. Mana bu yerga 4 ta tochkamiz. Mana bu yerga bitta tochka. Bu yerga 2 ta tochka. Bu spalni xonamizga 2 ta tochka. Şu mehmonxonamiz to'riga bergan 4 ta tochka и plus topli polimiz bor. Podvalga topli pol qilingan. 30 kvadrat joy. Hammomimizga mana bu razdevалkaga bitta tochka. Dushoy kabinaning ichiga bitta tochka. Issiq suv, yaqin suv resirkulyatsiya. Ikkita dush bo'lyapti. Rakvina kir mashinamizga. Mana bu kotelnerimizni shu yerga terdik. Kotelni. Kosinli boiler bu yerga. Filtrlarimiz. Mana bitta nasos bilan 150 kvadrat hovliga bitta nasos qo'ydik, plus topli pol. Shu nasos orqali hammasi. Kotelimiz xayr, konditsioner, boiler ko'rayotgan. Mana yoqqan yoqmaganga ham bitta like bosinglar, yoqsa ham yoqmasa ham bitta like. Uringlar, mazza qilinglar.